20-bob. Nasihat. Hadisda aytilganidek, din nasihatdir. Bu yerda ixlos va samimiyat ma'nosiga yaqinroqdir. Zero Tamim Doriy roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Hazrat payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam dedilar: Din nasihatdir. Kim uchun dedik? Alloh uchun, u zotning kitobi uchun, u zotning rasuli uchun va musulmonlarning imomlari hamda ommalari uchun dedilar. Buxoriy, Muslim, Abu Dovud, Termiziy va Nasoiy rivoyat qilishgan. Nasihat qiluvchi rioya etishi shart bo'lgan axloq-odob qoidalari bor. Birinchi, niyatning xolisligi. Ya'ni nasihat o'zini ko'rsatish, mashhurlik yo g'azabini bosish uchun emas, balki faqat Allohning roziligi uchun bo'lishi. Ikkinchi, nasihatni odamlar oldida emas, yashirin, yolg'iz holatda qilmoq. Chunki odamlar oldida qilingan nasihat nomaqbul ishdir. Uchinchi, nasihat vaqtida muloyim va halim bo'lmoq, toki nasihat tinglaguvchining qalbi o'ksib qolmasin. To'rtinchi, nasihat qiluvchi Allohning g'azabiga uchrab qolmasligi uchun avvalo o'zining so'ziga o'zi amal qilguvchilardan bo'lishi lozim. Zero Alloh azza va jalla o'zining kalomida buyurdi: Ey iymon keltirganlar, nima uchun qilmaydigan narsalaringizni gapirasiz? Qilmaydigan narsangizni gapirishingiz Allohning huzurida qattiq nafratga qolgandir. Sof surasi 2-3 oyatlar. Eng yaxshi, eng kerakli, farz bo'lgan nasihat bu, avliyoning inkori deb atalmish halokat girdobidan o'z nafsini saqlashlik uchun insonning o'z-o'ziga nasihatidir. O'z nodonligining ig'vosiga uchib, ya'ni johilligi sabab ularni inkor etib qo'ymasligi uchun u avliyo manoqibini yaxshilab o'rganishi, ularning ijodi, faoliyati, ibodatlari bitilgan haqiqiy kitoblarni o'qishi lozim. Chunki insonga o'zi bilmagan narsani inkor etishi man etilgan. Alloh deydi: O'zing bilmagan narsaga ergashma. Albatta quloq, ko'z va dil ana o'shalarning barchasi so'ralajak narsalardir. Isro surasi 36-oyat. Ya'ni o'zing bilmaydiganingga ergashma. Dar haqiqat, Alloh barcha faoliyating, amaling haqida sendan so'raydi. Tana a'zolaring, quloqlaring, ko'zlaring va qalbingning har biri amalga oshirgan ishlar haqida ham javob berasan degan ma'noda. 3 narsa bilan ish oxiri xayrli bo'ladi. Birinchi, haqiqati ayon narsaga ergashmoq. Ikkinchi, yolg'oni ayon narsadan qochmoq. Uchinchi, shubhali narsaga yo'liqqanda shu sohaning olimidan so'ramoq. Qo'l berib ko'rishish. Sahobalar roziyallohu anhum ko'rishganlarida va xayrlashganlarida bir-birlariga qo'l berishib, qo'l siqishar edilar. Bu ularning odati edi. Hazrat Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam dedilar: Bir-biringizga qo'l berib ko'rishing, bu nafrat va adovatni ketkazadi. Ibn Adi rivoyati. Shuningdek, Abu Umoma roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. U zot sollallohu alayhi va sallam yana dedilar: Qo'l olib qo'l berish komil salomlashishdir. O'ng qo'l bilan ko'rishiladi. Hokim rivoyati. Tamim roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Yana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam deydilarki: Birinchi bo'lib quchoq ochib quchoqlab ko'rishgan kishi Ibrohim alayhissalom edilar. Ungacha salomlashish odobi ikkala tomonning bir-birlariga ta'zim qilishi edi. Islom esa qo'l berib ko'rishishni odatga kiritdi. Daylamiy rivoyati. Yana hadisda aytiladi. Baro ibn Ozibdan rivoyat qilinadi. Ikki musulmon bir-birlari bilan qo'l berib ko'rishib, Allohga hamd va sano aytib mag'firat tilasalar, Alloh ikkovining ham gunohini kechiradi. Abu Dovud rivoyati. Bu ma'noda Umar ibn Xattob roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Allohning rasuli sollallohu alayhi va sallam yana marhamat qiladilar.
Ikki musulmon uchrashib, biri ikkinchisiga salom bersa, Allohga sevimlirog'i, ularning xushmuomalalirog'idir. Bir-biri bilan qo'l berib ko'rishsalar, Alloh ularga 100 ta savob ato etadi. 90 tasi birinchi bo'lib salom berganga, 10 tasi salomning javobini bergan kishiga. Abu Shayx rivoyati.